Hop, assalomu alaykum YouTube'liklar, bizni kuzatuvchilar. Navbatdagi videolarimizni olishlikka harakat qilyapmiz. Hop, bizni kuzatayotgan yosh asalarichi aka-ukalarimiz, yosh asalarichi debman. Endi boshlayotgan asalarichilikka endi qo'l urgan asalarichi aka-ukalarimiz. Hop, videolar olayotgan jarayonimda ko'p xatolar ketib qolgan. Ana shu xatolarimni sekin-sekin to'g'rilashga harakat qilaman. Endi xato deganda unaqa jiddiy xato emas-ku. Uncha baribir odam xato qiladi gap so'zlarda. Xo'p, xudo xolasa ana shu xatolarimizni ham keyingi videolarimizda to'g'rilab o'tishga harakat qilamiz. Hozir biz o'rganadigan narsamiz, ko'p asalarichi aka-ukalarimiz bitta oiladan, ikkita oiladan boshlaydi-da boqishligi, asallar qarashligiga. Shu jarayonda misol uchun yashiklarni qo'ygan joyi qandaydir xalaqit qilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Bu ari jonivorlarni xalaqit qilgan payti 3-4 kilometr uzoqqa olib borib, bir uzog'i shu 5 kunmikan, bir haftamikan, agar xato gapirayotgan bo'lsam aytib o'tib ketasizlar, bir haftamikan vaqt o'tgandan keyin ularni chalg'itib, yana boshqa joyga ko'chirishingiz mumkin-da. Bularni shu holatda agar 2 metr, 3 metr nariyoqqa ko'chiradigan bo'lsangiz, ari ina u yoqda qolib ketaveradi. Butun arilar mana shu yoqqa yig'ilib olaveradi-da. Chunki arintir mana shu yerga mo'ljallangan bo'lar ekan. Arintir chaqa mo'ljallangandan keyin sira iloji yo'q. 2 metr bu yoqqa, 3 metr bu yoqqa surishligi. Shunga sizlarga tavsiyamiz shu. Xudo xolasa agar asalari boqishlik niyatida yurgan bo'lsalaringiz, uncha qo'ygan inlaringiz mabodo noto'g'ri joyga turib qolgan bo'lsa, xo'p, bu ari uyamizni 1,5 metr o'ng tomonga, 1,5 metr chap tomonga surishlikka imkoniyatingiz bo'ladi-da va 1,5 metr oldiga, yana 1,5 metr orqaga. Bizni agar ustoz asalarichi ustozlarimiz ko'rayotgan bo'lsa, agar xato gapirib ketayotgan bo'lsam, shu joyda ham kommentariyaga yozib ketasizlar, mana shu yerda xato gapirdingiz, yo 1,5 metr emas, 1 metr, yo bo'lmasa 2 metr deb. Endi o'zimni ustozlarimdan eshitgan gaplarimni aytib o'tyapman. Shunga bu asalarichilik sohasi bo'yicha juda bir ilmlar, juda bir bilimlar ko'p-da. Shunga hamma o'zini tajribasidan kelib chiqib video qo'yadi, hamma o'zini tajribasidan kelib chiqib bilgan narsasini ommaga olib chiqadi. Shunga negativ yozmasdan, bizni to'g'ri tushungan holatda, bizni so'zlarimizni to'g'ri qabul qilgan holatda oz bo'lsa ham bir narsa o'rgansalaringiz biz xursand bo'lamiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana ari uyamiz. Misol uchun mana shu ari uyamizni hovlimizda turibdi deylik. Hovlimizda turibdi deylik. Bu bizga xalaqit qilyapti. Xalaqit qilyapti. Nima qilishimiz kerak buning uchun? Bitta oila yoki ikkita oila bo'lsa, bir hafta 10 kunga tashab kelmaysiz-ku, 3-4 kilometr uzoqqa misol uchun-da. 3-4 kilometr uzoqqa tashab, bir hafta 10 kunda qaytarib olib kelmaysiz-ku, ikkitagina oila bo'lsa. Buning uchun nima qilamiz? 1,5 metr suramiz. Misol uchun siz bu tomonga qo'ymoqchisiz, chap tomonga. 1,5 metr surasiz. Ertasiga boshlaysiz keyin. Bu endi tajribadan o'tganini aytayapman-da, bu narsa tajribadan o'tganligi uchun video qo'yyapman shunga. Har kuni ana shu qo'ymoqchi bo'lgan joyingizgacha yarim qarichdan surib borasiz. Avvalambor buni 1,5 metr surib olasiz. Arintir shu 1,5 metr, 1 metrda menimcha arintir yo'qotmaydi bular. 1,5 metr surib bo'lganingizdan keyin qolgan ertasi kuniga bir qarichdan sekin-sekin, yarim qarichmi, bir qarichmi, qarishma-qarish sekin-sekin surib borasiz. Xohlang har kuni, xohlang kun ora qilsangiz ham bo'ladi buni. Bu tajribadan o'tganligi uchun bu narsani aytyapmiz. To ana shu siz belgilab qo'ygan joygacha surib borasiz buni. Ming bor uzr so'rayman. Mana shu yerda bizga yoqmaydigan qog'oqlar yuribdi. Shuni harakat qilamiz. Oppa.
qovoq arilar ham juda ko'payib ketganda, o'sha yerlarda ham 3-4 ta qovoq ari yuribdi. Agar oila zaif bo'lsa, asal arilarning oilasi, qovoq ari o'zini oilasini, o'zini bir jamoatini olib kelib, mana shu asallarga hujum qiladi-da. Agar asal ari oilasi zaif bo'lsa, bitta qo'yni qirib tashlaydi. Shunga harakat qilish kerak, qovoq arini bu yoqqa yaqinlashtirmaslikka. Shu qovoq arini ko'rsam, juda bir tabim xira bo'ladi. Hoppa. Bu yerda bitta qovoq yuribdi. Qovoq ari asallarning dushmani bo'ladi-da. Bitta ovlab olib ketyapti. Bahordan beri qovoq ari asal arini ovlab, bilmayman, yo o'zi yeydi, yo bolalarga yediradi, xullas asallar bilan oziqlanyapti bular. Shuning uchun harakat qilamiz va qovoq arilarni o'ldirib tashlashlikka. Shunday jonga tegdi bu qovoq arilar. Ayni shu video olayotganimda kelib qolganda chatoq bo'ldi. Xo'p, biz kuzatuvchilar chalg'imaymiz. Uncha qovoq ari kelib qolsa, qovoq arini o'ldirishga harakat qilamiz. Chap tomonga olmoqchi bo'lsangiz, to ana shu 10 metrmidi, 15 metrmidi masofagacha har kuniga bir qarich, yarim qarichdan surib boraverasiz. Ari inini. Menimcha karohati bo'lmasa kerak. Chunki bu sinovdan o'tganligi uchun aytyapmiz. 10 tomonga silishmoqchi bo'lsangiz ham 10 tomonga ham xuddi shu ahvolda. Bir qarich, yarim qarich qilib oilani surib boraverasiz. Orqa tomonga ham va oldi tomonga ham shu asnoda sursa bo'ladi. Chunki arilarimiz 3 kilometrdan 2,5-3 kilometrdan u yog'iga o'tadigan bo'lsa, orientir yo'qotib qo'yishi mumkin, o'zini yo'nalishini yo'qotib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bular 2,5-3 kilometr uzoqlikkacha uchadi deyshadi. Shu so'zimda ham agar xato gapirayotgan bo'lsam, asalarichi ustozlar, bizni xatolarimizni to'g'rilab ketinglar. Agar to'g'ri gapirayotgan bo'lsak, izohlarda siz to'g'ri gapiryapsiz, ana endi to'g'ri gapirishni boshladingiz deb yozib ketsalaringiz juda ham xursand bo'lamiz. Xo'p. Endi bu videomiz bizdan ancha oldinda bo'lgan asalarichi ustozlarimizga emas. Bu endi arichilikka boshlayman, arichilikka boshlayapman degan insonlar bo'lsa, shularga bir ozgina bo'lsa ham foydali bo'lsin deb bu videoni olyapman. Chunki bu arilarni xohlagan paytimiz, xohlagan joyimizga surishimiz mumkin emas-da. Bu arilar qaytyapsizmi? Mana shu video olayotganimda arilar xalaqit qiladi, yana odamlar xalaqit qiladi. Hoppa. Hoppa. Yine ayıpga buyurmuşlar, videomiz ham video bo'ldi. Hop. Gapirmoqchi bo'lgan gaplarim ko'p edi, esimdan ham chiqib qoldi. Hop, bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib, kommentariyalarda to'g'ri gapirgan bo'lsak, siz to'g'ri gapirdingiz. Uncha savollar bo'lsa, savollar bersalaringiz, bilsak savollarga javob beramiz. Bilmasak, ustozlardan savollarimizga javob olgan holatda, ya'ni kommentariyaga savollarga javobni qaytargan bo'lamiz. Ey xudo, bu qovoq arilar atayin qilyaptimi deyman. Shu video olmasin deb atayin qilyapti bu qovoq arilar. Video olayotgan payti arilarga, qovoq arilarga qaramayman, e'tibor bermayman deyman, baribir e'tibor berib qo'yaman. Xo'p, kelishib oldik, biz kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz arilarimizni holatini
Misol uchun asal ari inizda arilar ko'payib ketdi endi. Bir rivojlanib ko'payib ketdi deylik. Misol uchun mana shu oilamizda ari ko'payib ketdi. Bir-biriga sig'may ketdi-da misol uchun. Mana shu holatda bundan bir 4 tamikan, 3 tamikan romka olib, bu bo'sh romka va bu bo'sh in bo'lsa, bo'sh inga solib, bu yashikga yarim metr bu yoqqa, bu yashikni sal bu yoqroq qo'ysak agar orientir deyarli yo'qolmaydi. Va bu yoqqa olgan onasi yo'q 3-4 romkalik arimizni bu yoqqa qo'yadigan bo'lsak agar, matkiz bo'lsa matkizni qo'yasiz, faqat bular qabul qilguncha qanaqa idishida turadi matka ona ari. Agar yo'q o'zlaridan matka chiqarsin desangiz, bular 1 oy mobaynida matkani chiqaradi. Demoqchi bo'lganim, men hammasini hisoblayapman-da. 1 oy mobaynida matka chiqarib, 1 oy mobaynida adashmasam ona ari erkak ari bilan qo'shilishib tuxumga kiradi 1 oy ichida. Chunki 1 oy vaqt ketadi-da ana mana. Shunga misol uchun ari uyingizda ari ko'payib ketdimi, bu yashikni yarim metr bu yoqqa surasizda, bunisini bu yoqqa yarim metr surib qo'yasiz. Ikkalasi ham deyarli yonma-yon turadi. Uchib kelgan arilar bu yoqqa ham kiradi, bu yoqqa ham kiradi. Chunki ikkala tomonda ham bitta oilada. Bu oilada ona ari yo'q, bu oilada ona ari bor. Bu oila o'zidan tuxum qo'yib, o'zidan ona ari chiqarishga harakat qiladi, g'ummaylar solib. Xo'p, yana qanaqa ma'lumot bor edi? Ko'p ma'lumotlarim bor edi. Ko'p ma'lumotlarim mana shu qovoq ariga qarab esdan chiqib qoldi. Xo'p. Va yana men video qo'ygan edim toza asal bo'yicha. Videolarimda boya aytdimki, ozgina xatolarim bor deb. Endi bizning atroflarda akatsiya juda kam bo'lganligi uchun bu arilarimiz akatsiyadan asal olib, biz akatsiyani asalini ta'mini totmaganligimizdan va akatsiyani biz uzoq muddat saqlab ko'rmaganligimizdan va yana boshqa bir o'simliklardan ham asallar bo'lar ekan. Unaqa o'simliklar bu atrofda bo'lmaganligini sababidan biz sof tabiiy asalni sovuq kunlarda qotishini aytdik. Sof bo'lmagan, tabiiy bo'lmagan asallarni qotmasligini aytib o'tdik. Akatsiyani asali 3 yil, 4 yil deganda qotar ekanda. Shunda shunaqa xususiyat bor ekan akatsiyani asalida, shunaqa xususiyat bor ekan. Uncha-munchaga sovuq tushsa ham, boshqa bo'lsa ham qotish jarayoni juda ham sekin ekanda akatsiyaniki. Va yana qanaqadir yana o'simliklarni aytdi, shu o'simliklar esimga kelmayapti. Shunga bitta xatoyim asal idishga quyayotgan jarayonda aytib o'tdim. Sof tabiiy asal sovuq kunlarda qotishni boshlaydi. Qalbaki bo'lgan, sof bo'lmagan asallar qotilmaydi degan edim. Ozgina shu joyimda o'zi aslida ham to'g'ri gapirganman, lekin to'g'ri gapimni yana boshqacha tomonini ham gapirmay o'tgan ekanman-da. Boshqacha tomoni mana shu. Akatsiya asallari 3 yil, 4 yil deganda qotar ekanda. Shuning uchun shu xatoimni ham to'g'rilab ketyapman. Mabodo agar akatsiya asali deb sizga beradigan bo'lsa, siz akatsiyani asalini oladigan bo'lsangiz, mabodo qotmayotgan bo'lsa, shubha qilishingizga o'rin yo'q demoqchiman-da. Va yana shunaqa insonlar hozirgi zamonimizda ko'payib ketganki, misol uchun 1 tonna asalga, 1 tonna siropga, misol uchun deymanda, bir 100 kilo asalni qo'shib yuborsa, haligilar aralashib aparatlar ham ajratib bera olmayapti-da kerak bo'lsa. Qaysi tabiiy asal, qaysi qalbaki asal. Shunaqa bir odamlar takomillashib ketdiki, shunaqa bir odamlar bir makr yo'llarga o'tib ketdiki, sof asaldan haqiqiy asalni ajratishlik juda ham qiyin bo'lib qoldi-da. Shunga ko'pchiligi beradigan savoli asalingiz tozami deydi-da. Qani asalarilar hujumga. Hujumga arilar. Bitta qovoq arimi desam,
bitta qovoq ari emas, bunaqa sariq ari ham bu asal arilarimizga hujum qilyapti. Tavba tavba. Ha, arilar qani? Hozir ayni damda arilarimizga mana shunaqa dushman arilar va kanalar hujum qiladigan payt bo'lib qoldi. Endi men bor uzr so'rayman sizlardan. Olayotgan videolarim chalkash-chulkash bo'lib, men chalg'ib qolyapman. Shunga gapirmoqchi bo'lgan gaplarim ham esimdan chiqib qolyapti. Hozir atrofim notinch bo'lganligi uchun videoni ham yaxshi ola olmayapman. Xo'p, tabiiy toza asal haqida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldik. Shunaqa odamlar makr yo'liga o'tib ketganki, sof asalga 100 kilo sof asalga 1 tonna kuyam qo'shib yuborsa agar aralashtirib, deyarli tabiiy asalga o'xshab qolyapti-da. Shunaqa makr hiylalar ishlatganiga ko'p odam ishonmay qolyapti. Bu toza asalmi, toza asal emasmi degan shubha paydo bo'lyapti-da. Shunga mana shu Instagramlarda, YouTube'larda asalarichilik bilan shug'ullanayotgan ustozlarimiz, asalarichi aka-ukalarimiz reklama qilyaptimi? Bu insonlarga aloqaga chiqib, toza asal olishingiz mumkin. Chunki haqiqiy yuragida o'ti bor, chin sof, rostgo'y insonlar o'zini yaxshi ko'rgan mahsulotini ommaga olib chiqadi-da, o'zini yaxshi ko'rgan narsasini boshqalarga ham ilinadi. Shunga kimga bir sof asal, tabiiy asal kerak bo'lsa, mana shu vodiylik akalarimiz, vohalik akalarimizga bir aloqaga chiqib, tabiiy sof, tabiiy asal kerak desalaringiz, bu insonlar makr qilishlikdan uzoqda bo'ladi-da. Chunki asal arichini mehnatini, asal arichini mashaqqatini asal arichi biladi-da. Shunga hozirgi paytda arilarga qarashlik ham oson bo'lmay qoldi. Chunki har qayerda har xil holat. Fermerlar o'z ekinlariga dori sepgandan keyin arilarni qaytarib bo'lmasa, yoqqa bormagan dori sepilgan deb aytib bo'lmasa bu jonivorlarga. Xullas ko'rib turibsizlar, qancha arilar qirilib ketgan. Shunga bizni ko'rib turgan asalarichi hamkasblarimiz, ustozlarimiz, aka-ukalarimiz, sizlarning dardlaringizga sherikmiz. Sizlarning dardlaringizga biz ham bir qayg'udamiz. Shunga bizni agar kuzatib turgan bo'lsangiz, sizlarga Alloh ofiyat bersin. Xudo sabr bersin. Agar bu dori sepilayotgan jarayonlar agar qasddan qilinayotgan bo'lsa, Xudo ko'rib turibdi, Xudo ularga kifoya qilsin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Shunga men o'ylayman, bu ishlar qasddan bo'lmayapti deb o'ylayman. Chunki har bir dehqon o'zini mahsulotini yetishtirishlik uchun har xil dorilardan, har xil usullardan foydalanyapti, lekin foydalanganda ham o'zini vaqt soatidan sal chalg'ib qolyaptimi deyman. Ana shu shomdan keyin sepilsa, shomga yaqin sepilsa, arilarimiz ana shu shomgacha o'z uylariga kelib olgan bo'ladi-da. Hozir ertalab ham sepishyapti, kunni issig'ida ham sepishyapti misol uchun. Haligi dori sepadigan jarayonni vaqt soati bo'lmay qoldi-da. Shunga agar qasddan qilayotgan bo'lsalaringiz, endi bilmadim. Sizlarga bandasi bas kelmasa, Xudo bas keladi. Agar bu qasddan bo'lmayotgan bo'lsa, bizni afv etasizlar, bizni kechirib qo'yasizlar. Shunga demoqchi bo'lganim, asalarichi hamkasblarimizni, asalarichi aka-ukalarimizni ham o'ylanglar. Chunki misol uchun bir bog'ingizga asal ari kelib, gulingizni changlatmasa, bu bog'ingiz bog' bo'lmaydi-da. Dehqonchilik qilyapsizmi? Dehqonchiligingizga agar arilar kelib, gulingizni changlatmasa, dehqonchilik bo'lmaydi. Shuning uchun har bir boqqa ham, har bir dehqonchilikka ham mana shu arilarimizni juda ham bir roli katta deyman-da. Shunga bu asal arichilarimizga shunaqa bir sharoit qilib beraylikki, sizlar ham xursand bo'linglar va biz asalarichilar ham xursand bo'laylik. Shunga bizni kuzatayotgan hamyurtlarimiz, obunachilarimiz bizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyalarda uncha xato
gapirgan bo'lsak, mana shu atrofda xato qildingiz deb aytib ketsalaringiz, xatolarimizni tan olamiz. Keyingi videolarimizda mana shu xatolarimizni to'g'rilashga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga katta rahmat.